Assalomu alaykum aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir 4 talik stol stullarimiz. Bundan juda ko'p sotamiz. Endi hozir kamroq video qilyapmiz. Ish bilan bo'lib, ham bir xil bo'lib qolgani uchun. Mana hozir kunda bu 4 talik stullarimizni, stol stullarimizni narxi 550 ming, 560 ming atrofida bo'lyapti. Turbalari ham yaxshi, mana mashalkalari yangi. Ustida guli ham bor, mana bu tomonda ham turibdi. Mana hozir stullar yaxshi, hamma joylari joyida, machalkalari ham. Hop, buni 6 taliklari ham bor, 8 taliklari ham bor. Buni o'ziga yarasha guli bor, betida bunday ko'rilganda guli bor o'zini. Aziya bu mebelning ustiga pechat urilgan shunaqa gul. Laminat yo'llari kromka qilingan. Stullar donalab sotishga 100 mingdan hozir ko'p sotyapmiz odamlar. Ko'pchilik 100 mingdan o'sha 20-30 ta har xil holatga uyga deb olib qo'yishyapti. Tadbirlarga, tug'ilgan kunlarga addenniy stolsiz stulni o'zini 100 mingdan bo'lyapti. Apartalarni ham addenniy sotaveramiz o'zimiz yasaganimiz uchun. Bu narsalarni bemalol qilaveramiz. Xo'p, turbalari Samarqand turba qattiq 0.8,5 deb sotishadi bizga. 0.8 chiqsa kerak, yana bilmadim. Balkim 0.8,5 dir. Mana shunaqa. Xo'p, bularning partasi 1.14 ga 70, 1.15 ga 70. Mana hozir guli, mana bu yerda gul bilinar ekan. Mana gulluga buni parashkovoy kraska qilinsa, jicha narxi balandroq bo'ladi. Hozir kam odam so'rashyapti parashkovoy. Endi bar parashkovoy bunga nisbatan baquvvatroq bo'ladi. Remontga kelganda stullar endi misoldan 3-4 yil xizmat qilgandan keyin remont qildirsangiz, bu kraskalarni bitta kraskasini yechib tashlab turib, bitta kraskalaysizda yangi bo'ladi. Yana yangitdan material tortilsa, yangi holatga keladi. Parashkovoy yaxshi kraska, u yomon deb bo'lmaydi. Unda hozir remontga 2-3 ta hozir qilmayapmiz, 2 ta 3 ta remontga kelgan stol stullarni ko'rsak, parashkovoyni sepilgan ilgari baribir nuri sal haligi bo'lar ekan. Yangi tortsangiz ham yangiga o'xshamay qoldi qandaydir. Shuni hisobiga hozir parashkovoy ham so'rashadi, parashkovoy ham qilamiz. Hozir bunga hech kim ko'pchilik hali qilgani e'tibor qilmayapti. Mana shu hayat kraska hozirda har kuni sotilyapti shundan. Mana holati. Buni 6 taliklari narxi hozir kunda 800 ming so'm, 820 ming so'm atrofida. Buni 8 taliklari 1 million 100, 1 million 120 mana shu atrofida sexdan chiqishi. Dastavkalar pop bo'yicha besplatni qilib beramiz. Popdan tashqarigi holatlarga bo'lsa, o'sha narxi narxi kelishilgan holatda olib borib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. O'sha qo'llab-quvvatlab turganlarga. Obunachilar ham bir 700 ta bo'lib qoldi. Bundan keyin xudo xolasa 1000 ta bo'ladi. Nasib qilsa, yaxshi videolarni qo'yishga harakat qilamiz. Hozir shular ustida ishlab turibmiz. Xudo xolasa qishda sal yengilroq bo'lganda har xil videolarni qo'yamiz. Hozir kunda bularda har xil ranglari bor. Ranglarda farq qilmaydi narxi. Qorasi, qizil, yashil, ko'p rangi juda. Materiallarda ham har xili bor. Materiali bor, dermantin, suv o'tmaydigani, suv o'tadigani, har xil machalkalari, 1,5lik, 2lik machalkalar bor. Xohlagan qanday xohlasangiz o'sha stilda qilib berilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telegram kanallarimiz ishlab turibdi. Telegram kanalga bemalol yozaverasizlar. Qanaqa qiziqish bo'lsa yo bir qanday ilginaqa bo'lsa, bir kunda xudoga shukr 30 daqiqa odam bilan telefonda gaplashib, o'sha telegramlarda bemalol muloqot qilyapmiz hozir kunda. Rasmlarni jo'natib boraman. Bemalol tanlab jo'natsalaring, sirasi narxlarini ham yozib yuboraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turganlarga katta rahmat. Sog' bo'linglar.